Xitoy hukumatiga ishlaydigan hakkerlarning O'rta va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining telegraf sistemasiga hujum qilish orqali Uyg'urlarning iziga tushganligi o'ttirg'a chiqdi. Yuqori darajalik tor bexatarlik mutaxassislarining bildirishicha, Uyg'urlarga qaratgan bu hujumlar Xitoyning yuqori qimmati bo'lgan shaxslarga qaratgan josuslik faoliyatlarining bir qismi bo'lib, Sharq Turkistonliklarni iz qo'g'lashma Xitoy josuslarining muhim nishonlarining biri ekan. Xitoyning bu tor hujumlari Sharq Turkistonliklarning Xitoy chegarasi sirtidami bexatarligining tahdidga uchrayotganligini ko'rsatdi. Egilishicha tor hujumiga uchragan shirkatlar Turkiya, Qozog'iston, Hindiston, Tayland va Malayziya qatorliq davlatlarga joylashgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaning S-400 havo mudofaa sistemasini setib olib kuchlanganligini, xalqaro va rayondagi ta'sirini nazarda tutganda Turkiya mo G7ga qabul qilinishi kerak edi. Rossiya prezidenti Putin Vladivostok shahrida o'tkazilgan Sharq Osiyo iqtisod munbirida G7 bilan bo'lgan munosabat haqida to'xtalib, Xitoy va Hindiston qatnashmagan bir xalqaro tashkilot rolni yaxshi joriy qildira olmaydi dedi. Xitoy Eron bilan tuzgan 25 yillik bir kelishim doirasida Eronning neft va qatnash ul aslahalari qatorliq sohalarga jami 400 milliard dollar mablag' soladi. Neft iqtisodshunosi to'rining xabar qilishicha, Eron tashqi ishlar ministri Muhammad Javdat Zarif avgustning oxirida Bejingga qilgan 2 kunlik ziyorati jarayonida ikki davlat orasida 2016-yil imzolangan umumyuzlik strategik hamkorlik kelishimi doirasida tayyorlagan yo'l xaritasini Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiga sungan. Hindistonning Rossiyadan jami 14 milliard 500 million dollar qimmatidagi qurol va harbiy ashyo zakaz qilganligi o'ttirg'i chiqdi. Bu vaqtda to'xtalgan Rossiya amaldori Hindiston o'tgan yili va bu yil undan burungi yillarga qaraganda texmi ko'p zakaz qildi. 14 milliard 500 million dollarlik zo'r sommalik bir to'xtamning o'ttirg'i chiqqanligini ko'rdik. Bu haqiqatan diqqatni tortadigan bir son dedi. Qozog'iston 1991-yili mustaqil bo'lgandan buyon jami 1 milliard 500 million tonna neft va 741 milliard kub metr tabiiy gaz ishlab chiqargan. Qozog'iston energiya ministri Qanat Zambayev Qozog'iston neftining 120 yilligi munosabati bilan Oterov shahrida o'tkazilgan marosimda so'z qilganda, mustaqil bo'lgandan buyon jami ishlab chiqargan neftning 1 milliard 500 million tonna bo'lganligini aytdi. O yana bu mezgilda 741 milliard kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarilganligini bildirdi. O jami neft kirimining taxminan 81 milliard 600 million dollar bo'lganligini bildirdi. Va har yangi qurilish mustaqil davrimizda neft ishlab chiqarishni, kirimni va yoshirin kuchini oshirdi. Qozog'iston neft eksportida oldingi qatordagi davlatlarga aylandi dedi.